Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan Shodiyaxon Abbasxonova Faberlik kompaniyasida tasdiqlangan starshий direktor va bugun sizlar bilan yana 81 balli zakazimni ko'rib chiqamiz. Bu yerda avtozakazlar bor, rasprodaja bor, 81 ball ichida va uy uchun mahsulotlar ko'p. Uy uchun mahsulotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, siz aynan shu videoni ko'rishingiz kerak. Birinchi o'rinda dog' ketkizgich, bu kislorodniy dog' ketkizgich, koreyskiy Yosun seriyasidan. Hozir buni o'zim uyimga olib ketish uchun oldim. Bitta sotuvga, bittasi o'zimni uyimga olib ketish uchun. Nima uchun yaxshi ko'raman aynan buni? Agar siz kiyimingizni unchalik kir bo'lmagan bo'lsa, lekin kiyimlarni yaxshi ko'rsangiz, srazu qoshiqchada mashinkaga solsangiz bo'ladi yokida 60-80 gradusli suvga kiyimingizni ivitib qo'ysangiz, kiyimlaringiz oppoq toza bo'ladi. Yana zo'r joyi qizlar, kiyimlardagi hidlarni yo'q qilib beradi. Shuning uchun mana bu dog' ketkizgichlar zo'r uyda kerakli narsa. Yod bo'ladimi, zelonka bo'ladimi, qon bo'ladimi? Sizda hamma dog'lar, hamma izlar ketadi, kiyimlaringiz chiroyli oppoq bo'ladi. Men oldin Faberlikka kelmasdan oldin oq kiyim kiygim kelmas edi, chunki ulardan dog' ketkizish qiyin edi. Kirini ketkizish qiyin, juda ham qiynalardim. Hozir esa mana shu dog' ketkizgichlarni ishlatib, maza qilib kir yuvaman, maza qilib och kiyim kiyaman. E'tibor qilgan bo'lsalaring kerak. Meni stilim o'zgarib, ko'p och kiyim kiyishni boshlaganim. Endi yana mana universalniy narsa oldim. Bu ham uy uchun. Bu pollarni, potolokni, devorlarni, mebelni yuvadigan mahsulot universalniy gel. Bundan 2-3 tomchi chelagingizga tomizasizda devorlarni yuvib chiqasiz, pollarni yuvib chiqasiz. Даже tozalangan polni ham yanada toza qilib beradi. Agar uyingizda yosh bolalaringiz bo'lsa yoki uyingizga mushuk kirib chiqadigan bo'lsa, mana shunaqa narsani olish shart. Keyin bundan keyin siz alohida yana yuvib chiqishingiz shart emasda, kir yuqavermaydi, poetim chumoli ham chiqmaydi-da. Buni kodi qizlar 308.97 36 mingdan ko'pincha chiqadi. Poetim har bir uyga kerak. Keyin tualetlar uchun hozir rasprodajada ko'rlaymi 26.900 dan mana bu variantini beryapti. 302.93. Tualetlaringiz toza bo'lishi uchun, tuz bo'lmasligi uchun, qoraymasligi uchun aynan mana shuni ishlatish kerak. Agar даже shunaqa nalotlar, qorayishlar bo'lsa, bir marta surtib qo'yasiz, yuvib tashlaysiz. Agar juda ham kir bo'lsa, surtib, quyib chiqib, tuniga qoldirsangiz, o'sha tunning ichida qorayganlarni ketkizib beradi, tuzlarini yeb tashlaydi. Poyta mana shuni ishlatish kerak tualetga. Keyingi narsamiz bu kiyimlarga qo'shiladigan konditsioner. Kiyimlaringizdan приятный hid kelib turishi uchun, kiyimlaringiz kiyganingizda yumshoq bo'lishi uchun, ayniqsa choyshablar bo'ladi, sochiklaringiz yumshoq va yaxshi suvni qabul qilishi uchun, hidi приятный, uyingizda yoqimli hidlar bo'lishi uchun konditsioner для bелья ishlatish kerak. Qoshiq qopqoqchasida shunday mashinkaga qo'yasiz, qo'lda yuvsangiz ham yoki chay yetganda qo'shiladi. Agar qo'lda bo'lsa, shunday suvga solib qo'yasiz, 2-3 minut turadi, kiyimingizni siqib osib qo'yaverasiz. Kiyimlaringiz shunaqangi hidi приятный bo'ladi. Hamma hidlarni ham yo'q qilib beradiganlardan. Bu ekzoticheskiy oazis hidi. 36 mingdan turadi. Keyin bunaqa gel dushamiz qolmabdi. Penasi bor, juda ham hidi zo'r. Birinchi opacham olib kelganda, chiqqan zahoti ishlatib ko'rgan odam emasman. Ancha vaqtdan keyin ishlatganman. Opacham olib kelib qo'ygan ekan, yuvinsam o'ta shirin bo'ladi deb o'ylaganim. Xuddi shunaqangi vannamda yoqimli keldi. Butun uyga taraldi buni gel dushani hidi. Maza qilib asablarim tinchlanib cho'mildim. Mana shu gel dushani olsang katta 400 gram, 400 emas 500 gram ekan. 38.900. 40 mingga siz ko'p gel dusha, quyuq gel dusha olasiz. Buni ozgina bir tomchida ishlatasiz. Machalka bor, machalkaga 2 tomchi qilib bunday ko'pirtirsangiz ko'piradi. O'sha ko'pigiga cho'miling. Zo'r hid keladi ustingizdan. Tinchlanasiz, еще plus kirlarni hammasini ketkazadi, teringiz qichimaydi. Qaranglar, yana Yosun seriyasidan ikkita parashok. Parashoksiz qolgan odamman-da. Zapas bular qizlar, zapas arzon chiqqaniga qanchadan? 54.700 dan oldim. Shunaqa rasprodajada sizlar ham qarab tursalaring, 54.700 dan olib olishlaring mumkin. Ikkita parashok oldim.
3 kiloga yuradi. 23 marta kir yuvishga mo'ljallangan. Demak, bu 1 oyga yoki 1 oydan ko'proqqa yetadi. Dog'larni ham ketkazadi, kislorodni dog'larni ittarib chiqaradi. Srazu ichida dog' ketkazgich pyatновыводители bilan oq kiyimga ham ishlatsangiz bo'ladi, rangli kiyimga ham ishlasangiz bo'ladi. Mana shu parashoklarni. Siz 3 kiloni uyga ko'tarib bormaysizda, bitta kichkinaginani ko'tarib borasiz, ozginadan solasiz. Konsentrat degan narsalarni qizlar o'zini qoshiqchasida keragiday dozasini ushlang. Dozasidan ortiq solinmaydi konsentrat parashoklar. Shuni eslab qoling. Parashoklar haqida zo'r bittasini videosini ko'rgan edim. Parashokni ba'zilar ivitib solar ekan, ba'zilar ivitmas ekan, lekin kompaniya aytgan keragidan ortiq parashok solmanglar degan. Ortiqcha bo'ladi. Agar keragidan ortiq solsangiz ham kiyimlaringiz yaxshi yuvilmas ekan. Sababi uni unaqasi kerakli konsistensiyaga ega bo'lmay qolar ekan. Поэтому ko'p solishdan foyda yo'q. Yana bitta parashok. Bu ham konsentrat parashok. Greenly seriyasidan. Nimaga biz buni olmaymiz? Bu seriyani? Bizda suvimiz qattiq emasmi? 5-1 da qattiq-ku. Ba'zi joylarda suv qattiq bo'ladi, juda ham ko'p oqish tuzlari ko'p bo'ladi va o'shanaqa joylarga mana bu Greenly'si idealniy variant bo'ladi. O'sha qattiq suvlar uchun, chunki o'sha qattiq suvda parashok ko'pirmaydi, parashok yuvmaydi, sovunlar ham yuvavermaydi. Ayni mana shu Greenly seriyaning mahsulotlari o'sha suv qattiqlarga mo'ljallangan. Adashmasam Samarqandning suvi qattiq edi. Samarqanddagilarga vohada ko'p suv qattiq bo'ladi. Ular uchun idealniy variantda bu. Bu ham bu 26 ta kir yuvishga, bu undan-da kuchli konsentrat. Bunaqa oldim. Sovg'alar solishga hozir olsa kerak bo'ladi. Sezoni vaqti. Bu sumkachasi 12 ming so'mga xarid qildim. Sovg'a solib berishga. Tak, qo'l kremlardan ko'p oldim. Pantenol qo'l kremini ayollar ham so'rab keladi, erkaklar ham so'rab keladi. Ba'zi erkaklar yuziga ham surdar ekan pantenolni. Makadamiyaniki bor ikkita. O'zi ham 7 ta qo'l krem zakaz qilibman. Qo'l kremdan quruq qolgan odamdek. Qarang, har xilidan 1 2 3 4 5 xilidan zakaz qilibman qizlar. Qo'l kremlar hozir sezoni bo'lgani uchun qo'l krem hammada hozir sotiladi. Faberlikning qo'l kremini zo'r joyi hidi yuqmaydi. Ba'zi kompaniyalarnikini olasiz, uni qo'lingizni qilasiz, surtingiz qo'lingizga, keyin nonni ushlab olsangiz, boshqa narsani ushlab olsangiz, o'shanda hidi qolib ketadi va juda ham uyda noqulay yomon narsada. Faberlikning qo'l kremlarida bunaqa narsa yo'q. Qo'lingizga surtganingizdan keyin u butunlay singib ketadi-da. Ishlaydi, qo'lingiz namlanganini, oziqlanganini, qo'lingizning sifati chiroyli ekanligini, teringiz yumshoqligini ko'rib turasiz. Даже qo'llaringizni yomon holatga, даже uyda ko'cha supurib, огород kovlagan bo'lsangiz ham qo'lingizga surtib qo'ysiz, 2 marta surtsangiz, hamma yaralar, qora bo'lib ketganlari hammasi tiklanib ketadi. Поэтому Faberlikning любой qo'l kremi zo'r ishlaydi-da. Hech qachon uyalmaysiz, xohlaganini olib surtsangiz. Keyin arzon chiqqanlardan bu qosh uchun tush edi. Bu qoshlarni o'stiradi. Agar sizni ham qoshingiz menikidek qop-qora, chiroyli bo'lishini xohlasangiz, to siz mana shu halol seriyasidagi tushlarni qoshga ishlatishingiz kerak. Uni olib, mamda surtib chiqasiz, ham rang beradi, ham qoshlaringizga ozuqa bo'ladi. Ichida vitaminlari bor. Qoshlaringizni o'stiradi. Ayniqsa koronavirusdan keyin ko'pchilik qizlarning qoshlari to'kilib ketdi, ayollarning qoshlari to'kilib ketdi. Ularga mana shu halol seriyasidagi qoshlar uchun tushni berish kerak. Ham birotalar qoshlarini ukladka ham qilib oladi. O'smali bu. O'smali seriyani meni opacham juda ham yaxshi ko'rdi. Tushlarini ham, kipriklarni zo'r o'stirdi deydi. Hozir bunday qilsam deydi, kipriklarim qoshimgacha yetib keladi deydi. Mana shu seriyadan olgan narsalaridan. Yana uy uchun narsalardan biri bu kapsulalar. Men po'moyim faqat kir yuvaman o'xshaydi, endi yarim yillikda. Hali mashinka bor. Kapsulalar kir mashinaga tashlashga, to'g'ri 15 ta dona 54 ming so'mga oldim 15 tasini.
ichida srazu dog' ketkizgichi bilan, kiyimlarga hid beruvchisi bilan, korchi hammasi bir siz alohida olib o'tirishingiz kerak emas. Bitta kapsulani ichida sizga kerakli bor, hid beruvchisi ham bor, rangliga ham, oq kiyimga ham to'g'ri keladi, dog' ketkizgichi ham ichida bor. Lavandani hidi. Lavandani hidi kiyimingizga mo'l urmasligi uchun ishlatiladi, tozalik hidini beradi. Mo'l nima edi? Kuya. Kiyimingizga kuya o'tirmasligi uchun ham yaxshi foyda beradi. Hidi uzoq ham turadi kiyimda. Mana bu men sevadigan dezodorantlardan keldi. Bu dezodorantlarni bitta ishlatsangiz, sizni 2-3 kunlab ham himoya qiladi. Asosiy qonuni toza teriga kechqurun surtish kerak. Cho'milib chiqdingiz, yaxshilab, qo'ltiqlaringizni yaxshilab yuvdingiz, quritdingizda, quruq qo'ltiqqa 1-2 marta o'tkazib surtasiz. Ayollarga ham, erkaklarga ham to'g'ri keladi va sizni o'sha kuni, ertasi kuni 100% himoya qilib beradi. Terlashingizni pasaytiradi. Kim qattiq terlasa, terlashlarini kamaytirmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu ultra 4 kun ko'rsatilgan ultra dezodorantlarni olishingiz kerak. Mana ko'rayotganingizdek, bu lechebniy seriyadan hozirda 36.900 so'mdan chiqqan. Omega Hit kremi universalniy, ham yuzga, ham badanga, ham qo'lga, ham oyoqqa, hamma narsaga to'g'ri keladigan Omega Hit kremini oldim. Sotuvga klientlarga taklif qilsam, ular srazu oladigan mahsulotlardan biri. Intimgeller rozova esa hozir juda ham arzon chiqqan, 32.900 dan. Buni ham обязательно olib olish kerak. Menimcha yaqinda narxi ko'tariladi buni. Yana hamma voyda arzon narxi qani edi deydi. Bilasizlar, o'zi narxi 36.900. Hozir super skidka bo'lyapti. Keyin manaqa sirli narsa oldim. Bu sirli narsani ko'pchilik rasprojada elamadi. E'tibor qilmadi, lekin bu meni orzuyim edi. Tadam! Bu tuz, qalampir, sogich. Bu shunchaki solib qo'yadigan narsa emas, bu ularni maydalaydigan narsa. Solasiz. Solasiz, ichiga murch yoki tuzni kattarog'ini, yirigini solasizda, foydali tuzlaringizni, keyin bunday qopqog'ini kiygizasiz, g'irch qilsangiz, hammasi maydalanib o'sha salatingizni, ovqatingizga tushadi. Вообще bunaqa narsalar salatlarga ishlatiladi. Chiroyli qizlar, bu televizordagidek mana shiq qiladigan narsa. Menga yoqdi. Men bunaqa narsani negadir bozorda ko'rmadim, magazinlarda negadir ko'rmadim, lekin Faberlicsda chiqqandan juda ham xursandman va bu kuning uchun. O'zi yaqinda gaplashayotgan edik. Qora qalampirni, murchni, to есть maydalanganini emas, katta yirigini olib turib, uni maydalab ishlatganda hidi yanada zo'r bo'ladi, zo'r ochiladi deb turib, yaqinda magazinda yurganimizda gaplashgandik, maydalangan emas, aynan yirigini olish kerak deb turib, ana shunga moslab, aynan mana shu maydalagichni ham oldim. Sog'liq mahsulotlaridan balzam doktora Edigera bor. Kim e'tibor qilgan, kim ichgan bo'lsa, пожалуйста, kommentariyalarni kutaman sizlardan aynan. Men esa o'qiganim odamlar nima deyotganligini aytib beray. Agar siz koronavirus kasalligiga chalingan bo'lsangiz, o'z vaqtida sizni hid qabul qilishingiz pasaygan bo'lsa yoki umuman yo'qolgan bo'lsa, immunitetingiz pasayib ketayotgan bo'lsa, yuragingiz o'ynab qolgan bo'lsa, nafas olishingiz hattoki bo'lib qolgan bo'lsa, to mana shu balzamni ichishingiz kerak. Bir qoshiqdan, adashmasam kichkina qoshiqdan, hozir aytaman, chaynida bir kichkina qoshiqdan ertalab obedgacha bo'lgan vaqtda ichib yuborish kerak bo'ladi. Hidi juda ham приятный, vishnyoviy. Vishnya nima edi bizda? Vishnya achchiq gilosi hidini beradi, oson ichiladi, yoqimli. Biz oilamizga juda ham kerak sog'liqni saqlash uchun, po'ytim buni oldim. Men o'zim ichaman o'xshaydi, chunki qonga va tomirlarga yaxshi ta'sir qilar ekan. Shunaqa. Kodini aytayin sizlarga, 15802. Men buni 147 mingga oldim. O'zim uchun jalq emas, потому что meni sog'lig'im menga kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Valentin Yudashkin atri rasprodajadan oldim. Katalog narxi 230 beryapti. Hozirda 410 ming so'm chiqqan. Men buni 230 ming ichki narxida skidka bilan oldim. 32.27.
hozirgi idealniy variant bo'ladi. Poson yigitlarga ozgina shokoladni, ozgina daraxt hidini beradi. Такой морскойлigi ham bor. Mashinadan zo'r kelib turadi hidi. Aynan o'zini yaxshi ko'radigan erkaklarga, даже dollarga olaman degan erkaklar ham mana shu Valentin Yudashkinni sevib qoladi. Tak, keyingi adrenalin atirimiz постоянно tugab qoladi. Olamiz, klient olib ketadi. Hidi yoqimli, yigitlarga ham, erkaklarga ham to'g'ri keladi. Adrenalin ko'rinishi ham rosa go'zal. Yana bitta erkaklar uchun Vomofilich atiri. Vomofilich atirini hamma taniydi. Chunki bu kompaniyada уже legenda. Faberlikdan nimani taniysan desa, erkaklarning atiridan hamma Vomofilich bilan 8 element atirini aytishadi. Vomofilich atiri esa Fransiyada atirlar muzeyi bor. O'sha yerda Vomofilich va Donnafilich atirlari saqlanadi, chunki bular noyob atir hisoblanadi. Mana inobatga oling, Vomofilich atirini skidkada olsangiz katalog narxi 185 ming so'm chiqadi. Bunaqa atir uchun bu arzon narxda, shunga foydalanib qolish kerak. Skidkasiz olsangiz siz ularni gazeta 360 larga olasiz. Zodiac atirlari bu bitta klientkami zakazi. Bu burchlar bo'yicha chiqqan edi-ku, 4 xil. U klientkam aytadi, menga shunlarni olib bering deydi. Kech bo'lsa ham kutaman dedi. Adashmasam o'zi ham 3 hafta kutdi-yo buni. Aynan mana shu ikkalasini murmurni koreshnevysi bor-u, yangi chiqqan mokkasini ham hidi zo'r ekan, kapuchinani hidini berar ekan. Kapuchinani sezib qo'ydim. Как раз opacham ochibdi. Kapuchinani hidini beradi, o'sha murmur mokka. Bularni esa hidini bilmayman. Klientkam ko'rgandan keyin aytadi, bu uni zakazi chisto o'ziga 63900 dan katalog narxi edi. Olib qo'yganimda hamma zakazlarim shulardan edi. Qizlar, kim nimani ishlatadi? Kommentariylarda bo'lishinglar. Agar siz Faberlikka a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'ylanayotgan bo'lsangiz, menga telefon raqamimga telefon qilib turib, maslahatlashishingiz yoki-da a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, a'zo bo'lmoqchiman, meni a'zo qiling yoki a'zo bo'lishimga ssilka tashlab bering desangiz, sizga a'zo bo'lishni o'rgatib turib, mahsulotlarni katalog narxidan 20-26% arzon olishni, rasprodajalarda mahsulotlarni xarid qilishni va kompaniyada ishlamoqchi bo'lganlarga biznes qilish usullarini o'rgataman. Sizlar uchun doim ochiqman.